Bizni chopar ekanmiz. Ketdik. Bolamning yoshi 17 da yoki 18 da DTP tashxisli, hali ham umid bormi deganlar uchun Hasan bolajonimiz Surxondaryodan kelgan, yoshi 17 da. Bu natijaga erishishni o'zi bo'lgani yo'q, lekin ikkinchi kursda biz hech bo'lmaganda mana shunday natijaga erishdik. Hasan bolajonimiz hozir mana shu holatda bemalol yura oladi va o'zi mustaqil yurish darajasiga ham inshaalloh erishamiz. Bilib qo'ying, hech bir yosh hali kech emas. Biz yurmayapmiz, biz yuguryapmiz. Azizlar, Hasan, uylanasan-a? Chiroyli qizlar bo'lsa, biz mana xaridorimiz qizlaringizga. Xudo xolasa mustaqil yurib ketgandan keyin chiroyli qizga bolajonni uylantirib, Surxondaryoga ham to'yga boramiz, to'g'rimi? Qachon o'zing yurib ketasan? Xudoxolasa yana bir kelaman. Yana bir kelganingda o'zing mustaqil yurib ketasan-a? Hozir Xadonoqda yurish yoqyaptimi? Ha. Oyoqlar nima deyapti, oyoqlar? Oyoq bo'ladi. Gapiryaptimi? Ha. Yuraman deyaptimi oyoq? Yo'q, o'tayapti. Mana shunaqa holatda bizni bolajonimiz. Mana 17 yosh hali ham kech emas. Aziz onajonlar, agar sizning farzandingizda shunday holat kuzatilayotgan bo'lsa, BMP klinikasi sizga yordam berishga tayyor. Salomat bo'ling.